Moskvada выходной kunlaringiz qayerga borishni o'ylab turgan bo'lsangiz, men sizga aynan VDNX parki tavsiya qilmoqchiman. Bu parkning ichki atmosferasini go'zalligi, kattaligiga, ayniqsa attraksionlarning narxini arzonligiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu aynan havo shari, ya'ni kanatga biz 500 rubldan chiqdik. Bu bir taraflama yo'l, obratni qaytib kelishga ham olsangiz agar 1000 rubl bo'ladi bitta katta odam uchun. Lekin men tavsiya qilaman 500 rublga bilet olib, parkning tepa tomoniga borib, pastga peshkom hamma joyni tomosha qilib, rasmlarga tushib, qaytib kelsangiz yaxshiroq. Aniq bilmadim, lekin shanba va yakshanba kunlari attraksionlarning narxlari oshar ekan, shu sababli ish kunlarida borishingizni tavsiya qilaman, ya'ni dushanbadan juma kunigacha. Park ichkarisida umuman halol ovqat topib bo'lmaydi, dumbildan tashqari, shuning uchun ko'chada qorinni to'g'izib kirganingiz ma'qulroq. Videoda ta'riflab bo'lmaydi, albatta park juda ham katta, 3-4 soat vaqtingiz yetmaydi menimcha aylanib chiqish uchun. Shunaqa tekin konsertlarni ham qo'yib turishar ekan. Agar video yoqqan bo'lsa, Moskvada birga borishni istagan yaqiningizga yuborib qo'yishni unutmang. Like bosib, agar menga obuna bo'lib qo'ysangiz, Moskva hayotidan shunaqangi ajoyib videolarni har doim hammadan oldin sizlarga birinchi bo'lib yetkazib turaman. Videoni ko'rib ketkizgan qimmatli vaqtingizga rozi bo'ling. Inshaalloh kelasi videolarda ko'rishguncha